Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bizlar o'tadigan darsimiz mavzusi kvadrat tengsizlik. Bir dil qoidaga ko'chaylik. Kvadrat tengsizlik degan nima? Qanday tengsizlik kvadrat tengsizlik deb aytamiz. Kvadrat tengsizlik deb ax kvadrat qo'shilgan bx qo'shilgan c cho'ng noldan yoki kichik noldan bu yerda a teng emas nolga, ya'ni a son nol teng bo'lmaydigan mush turdagi tengsizliklarni bir tengsizlik belgisi o'zgardi. Albatta cho'ng yoki teng noldan, kichik noldan yoki kichik teng noldan bo'lgan turdagi tengsizliklarni kvadrat tengsizlik deb aytamiz. Kvadrat tengsizliklarni yechishning usullari ko'p. Yani biz bugungi dersimizde mushu kvadrat tengsizlikni parabolning yordami orqali yechadigan bo'lamiz. Yani biz bilamiz y teng ax kvadrat qo'shilgan bx qo'shilgan c funksiyasining grafigi bo'ldi. Grafigi bo'lib parabol bo'ldirsin. Parabola. Agar a sonimiz biz ijobiy son bo'lsa tarmoqlar yuqori qaraydi. Agar a sonimiz biz salbiy son bo'lsa tarmoqlar ham qayerga qaraydi? Parabola tövenge qaraydi. Demek mushu biz tarmoqlar yo'nalishlarini mush parabolning nollarini paydalanib biz bugungi tengsizliklarimizni yechadigan bo'lamiz. Demek kvadrat tengsizlikni yechgan nima qilamiz? Biz birinchi mushu kvadrat tengsizlikning nollarini topamiz. Nollarini topamiz. Birinchi. İkinci, andaki bunu son o'qiga parabolni so'rtma hesabga parabolni solamiz. Üçüncü, tegishlik. Qaysi araliq kerak degan so'z, tegishlik degan so'z. Tegishlik araliqni belgilaymiz. Endi men hisobimda o'ng'aylashtirish uchun eng birinchi parabolning bu yerda nolvoy deb qo'yay. A sonni ijobiy bo'lganda qilib yozib olman. A sonni ijobiy bo'lganda qilib yozib olman. Biz A sonni salbiy son bo'lib qoldi. Mana shunga A sonni ijobiy bo'lganda qilib yozib olib, undan keyin bu qolgan qadamlar bo'yicha hisobni chiqaraman. Katta misol ko'chaylik. Y dan x kvadrat minus 16 funksiyasının salbiy emas aralıklarını deb oladi. Yani salbiy emas aralıklarını biz tamgılarning 3 türünü bilamiz. Salbiy son, ijobiy son, andikin qaysi bizda 0. 0 bu salbiy ve ijobiy hech qaysisi yetmaydi. Shu sababdan buni tamg'isi yo'q. Shu sababdan biz bilishimiz kerak. Tamg'ining ikki turi bor, biroq 0 soni bu har ikkilisiga kirmaydi. Shu sababdan bu tamg'ilar bo'yicha biz bularni 3 ga bo'lib o'tsak bo'ladi. Tamg'ilar o'z ichiga bo'linadi, bu tamg'isiz son. Demek sonlar tamg'ilarga qarab 3 ga bo'linadi. Ijobiy sonlar, salbiy sonlar va 0. 0 soni ijobiy songa, salbiy songa yetmaydi. Endi qaranglar. Salbiy emas deydi. Demek bu salbiy son kerak emas degan so'z. Salbiy sondan boshqa biz qanasan bor, ijobiy son bor va 0 bor. Demek biz shart qo'yamiz. X kvadrat e'lig'in 16 salbiy emas bo'lganlikdan salbiy sondan boshqasi degan so'z. Salbiy sondan boshqasi bize ijobiy bilan 0. Cho'ng yoki teng 0 dan deb shart qo'yamiz. Demek mushu kvadrat tengsizlikni yechish kerak. Bu kvadrat tengsizlikda A son ijobiy bo'lganda qilib yozib olmayman. Biz A sonimiz qanchaga teng? 1 ga teng. 1 ga teng. Shundoq mana oldi 1 bor. Demek parabol tarmoqqa qarab yuqori qaraydi. Degan 0larni topamiz. Demek x kvadrat minus 16 teng 0 deymiz. Mush ish olmaydi. X kvadrat teng 16 ga x teng plus minus to'g'risida 16, x teng plus minus 4. Demek men 0larni qancha bor? 2 bor. Birisi minus 4 plus 4. 0lar degan so'z. Bu minus 4 ile plus 4 ni x o'rniga qo'yib qo'ysam, javobi 0 chiqadi degan bildirdi. Endi son o'qib parabol solamiz. Qaranglar, son o'qib parabol solaylik.
Yani bizde 2 tomir var. Demek 2'ye nima qilib qiyib o'tdi degan so'z. Buni bo'yayman. Birinchi -4, ikkinchisi 4. A soni 1 ga bu biz ijobiy son. Demak parabol tarmoqqa yuqori qo'ydim. Parabolni asli mundaq selish kerak. Men buni mundaq olay. Mana parabol. Endi bu yuqori tarafini avtomatik plus qilman, to'g'ri tarafini minus qilman. Endi qaranglar. Nimishki plus nimishki minus ama 4'ün bir çoğun araqsan elanlar. Abir x o'rnini qo'yib tekshiraman bo'lsa ijobiy son chiqadi. Minus va 4 orliq haldan bir son elanlar. Minus 3 ni olamsa, 3 ni olamsa, minus 2 ni olamsa, 0 ni olamsa yoki minus 1.5 abir x o'rnini qo'yib hisoblasanlar salbiy son chiqadi. Minus 4 ni kichikroqsan, minus 5 mi, minus 4 o'rnini 1 mi, qolgan minus mana bir x o'rnini qo'ysanlar bizga ijobiy son chiqadi. O'zinglar tekshirib ko'rsangiz bo'ldi. Ben bir dil parabolni saldım. Tarmoqni yuqori qaraysa a biz ijobiy son. Nimish 2'ye de qiydi biz 2 ta tomir bor, demak 2'ye de qiyib o'tdi degan so'z. O x o'qini. Demek endi salbiy emas orliq bu bizda cho'ng yoki tang bo'ldi. Bu bizni so'ratadi. Bu biz ijobiy son bilan 0 ni so'ratadi. Demek qani biz ijobiy son, mana biz ijobiy sonlarimiz. Nollarimiz qani bizim mana nollarimiz -4 4. Shu zat bo'lsa bu hisobni javobini beramiz. Minus cheksizlikdan -4 kichi 4 ni qo'shib oldik. Shuncha tik skopga 1 kudu 4 plus cheksizlik kichi. Mana bergan tansib bol ish oldi. Kelasi buni tansib ishlaylik. Y-dan -3x kvadrat plus 21 deydi. Shundaqla salbiy emas orliqni tepinglar dedim. Bu hisob metn 1 kishi kelsa salbiy emas orliq tepinglar deydi. Onun için ne bezme -3x kvadrat plus 21 salbiy emas ijobiy bilan 0 deysiz. Cho'nki tam 0 deb shart qo'yman. Endi qarang, a soni menga -3. Men dedim a soni ijobiy bo'lganda biz onu. Onun için men -1 ga ko'paytib olay. Shodim bo'ldi. 3x kvadrat minus 21 kichik yoki tam 0 dan bo'ldi. Demak, mana mening asosiy tengsizlik. Bu tengsizlikni yechsam, men berilgan savolga javob bergandek bo'lmaydi. Bu tengsizlik bu tengsizlik o'zaro tengsizliklar. Hech qanday ikkisining farqi yo'q. Bu har ikkisining javobi birdek degan so'z. Endi 3x kvadrat minus 21 teng 0 ga 0 tanishtirma. 3x kvadrat teng 21 ga x kvadrat teng 21 bo'lingan 3 ga x kvadrat teng 7 ga. X tipi uchun nima? Tomirasi olma x teng plus minus tomirasi 7. 7 ni hech qanaqasidan chiqmaydi. Taxminiy ma'nosi olg'in bo'ldi albatta, biroq men shundaqla qoldirman. Endi parabolni solamiz. Mana qarang, men oxirgi tangsizga qarayman. Oxirgisi qarayman. Oxirgi. Men glavniysi mana eng asosiy oxirgi tangsizlik. Bizda a sonimiz 3 tang berdi. Bu biz ijobiy son, demak parabol tarmoqqa yuqori qaraydi. Endi qancha tomir bor? Biz 2 tomir bor, demak 2 ni qiyib o'tadi. Birisi minus tomirasi 7, ikkinchisi tomirasi 7. Demak parabolimiz bu 2 chekitni qiyib o'tadi. Yuqori tarafga avtomatik plus, to'g'ri tarafga minus qo'yman. Endi oxirgi tangsizga qaraymiz. Nima deydi? Kichik yoki tang 0 deydi. Kichik yoki tang 0 desa bu bizda salbiy son bilan 0 ni so'raydi. Demak mana bu orliq. Demak minus bayini shtrixlab qo'yman. Demak javobi minus tomirasi 7 dan tomirasi 7 gacha deb bundaq javob yozman. Qarang, oldingi hisobda bizda cho'ng yoki tang 0 dan bo'lganda bu ijobiy va 0 ni so'raydi. Men plus bayini shtrixladim shunday. Yani oxirgi men tengsizligim bu kichik yoki tang 0 dan desa bu salbiy son bilan 0 ni so'raydi. Demak, qay minus shu yerga shtrixlab qo'yman. 0 lar qiynsa, uni 2 bo'yilgan chigit bu shu 0 lar bo'lib hisoblandi. Kelasi bizning buna tengsizlik isoin deydi so'zi matn o'zgarmaning qandaq ma'nosida funksiya ijobiy ma'no qabul qildi. Biz bilamiz ijobiy son desa, mesela italiq a soni ijobiy bo'lsa, biz qanday shart qo'yamiz? Cho'ng 0 deymiz. A soni salbiy son desa, a kichik 0 deb yozamiz. Buni salbiy deb yozishni yo'q. A soni salbiy emas son desa, cho'ng yoki tang 0 deb yozamiz. A soni ijobiy emas son desa, kichik yoki tang 0 deymiz. A soni 0 tang bo'lsa, a tang 0 deb yozamiz. Demek, qarang, ijobiy ma'no qabul qilsa, demak biz 3x kvadrat e'lon 5x ga cho'ng 0 deymiz. Ijobiy son.
0'dan çoğun sala ijobiy sala. Demek bu bizi kvadrat tengsizlik, bu kvadrat tengsizlik işimiz gerek. Onun için ben bunu kvadrat tengsizlik 0'dan tapay. 0'dan tapayın söz 0'ga tenglashtirme. Andan keyin biz x'ni transferda chiqaramiz. 3x minus 5 qoldi. Teng 0'ga bu yerdan x teng 0'ga deb yozamiz. Yoki 3x minus 5 teng 0. 3x teng 5'ge, x teng 5'ni bölümümüz 3'ge, 2 teng 1,3'ten 2. Demek bu bizim 3x kvadrat bugünkü parabol oldu. Parabolun kaç tomur baki? 2 tomur baki. Yoki 2 nolu baki degan söz. Eğer bunu tengizlikte tengimde 2 tomur çıksa, demek parabolumuz o x okunu 2 çikitim kulu kıyıp ötü degan söz. Tarmaklar yukarı karaydı elbette. 3 biz ijobiy san. Birinchi qiyib o'tadigan yer bu bizim 0. O chiqilma sababi bu 0'ni qabul qilma ve teng yo'q dursa, teng bo'lsa 0'ni qabul qiladi. 0'lar kerak emas. Kelasi 1,3'dan 2. Mana. Yuqori tarafga avtomatik plus qo'yma, to'g'ri tarafga minus qo'yma. Endi men oxirgi tengsizlik izlayman. Oxirgi tengsizlik mana cho'ng 0'dan deydi. Demak, ijobiy orliq so'radi. Plus bilan mashtarqlar etma. Javob yozma. Minus cheksizlikdan 0'gacha 1,3'dan 2'dan plus cheksizlik deb bunda yozamiz. Kelasi endi bu tengsizlik yani bu yerda 3x kvadrat minus 5x plus 2 cho'ng 0 deymiz. Ijobiy ma'no qabul qildi. Demek 3x kvadrat minus 5x plus 2'ni 0'ga tenglashtirgan. Bu bizni kvadrat tengmi. Diskriminativ tomirlarni uzantirib beringlar. Tomirlar bizda 1 chiqadi, 1 tomiri. İkinci tomiri bizde 3'ten 2 çıkıyor. Endi demek 2 tomir var demek. Şunda qo'y. Demek bu parabolimiz ox okunu 2 çekitim qilib qiyib o'tadi. Demek qarang, agar 2 turlik tomir bo'lsa 2 chekit qiyib o'tadi. 1 tomir bo'lsa 1 chekiti yondashib o'tadi. Agar tomir bo'lmagan holatda uçakda parabolimiz ox okunu qiymaydi. Hozir buni hisob chiqarib ko'ramiz. Qarang, biz qancha tomir bor? 1 2. Demek 2 chekit qiyib o'tadi. Birisi bizde 3'ten 2. İkincisi qancha bizde 1. Tarmoq yuqori qaraydi desa, asamız ijobiy san parabolni sevetme. Avtomatik plus minus qo'yma. Oxirgi tengsizlik cho'ng 0'dan. Yani plus bilan ishtirqlaymiz. Demek javob minus cheksizlikdan 3'ten 2gacha 1,2 1'dan plus cheksizlik deb yozamiz. Mana bergan tengsizlik bu yechdik. Kelasi endi kvadrat tengsizlikni yechib ko'raylik. Biz buni tengsizlik bersin. X kvadrat minus x plus 56 deydi. Minus x minus 56 ga kechirsa cho'ng 2'dan 0 deydi. Buni bir tengsizlik yechib ko'raylik. Bu hisob matni kvadrat tengsizlikni yechinglar deydi. Qisqartib yozdim. Demek iş için al benim ben asanı ijobiy sanma şunu tekrarlayayım. Üzerim için asanı biz ijobiy san, asanı kaçıya 1'ga tamamını meydan 1. Demek tarmaklar yukarı qaraydı. Demek 0 tapma. X kvadrat minus x minus 56 teng 0. Bu bizi kvadrat tengla işimiz diskriminant teng 1'nin kvadratı 1 minus 1'nin kvadratı geçiyor. Yine 4 köpeytilgen 1 köpeytilgen minus 56 teng. Benim B'de 224 buldu köpetkeni 1 plus 224 buldu. 2 minus 1 selbi san, 2 selbi san köpet ijobiy san tam 225 buldu. Bu 225 bu bize 15 sanın kvadratı. Şuna qo'y. Demek x 1 tem bu minus 1 ma bek 1 ilnigan 15 deb yozma. Bölgen 2a. 2 köpetligen a. 2 köpetligen 1 2. 1'in 15'ini alsak minus 14. Minus 14 2 bölsek minus 7. X 2 tomir yığız tapma. 1'ga 15 yaparsak 16. 16'dan 2 bölsek 8. Demek kaç tomir var ki? Bize 2 tomir var ki. Demek parabolimizni alamiz. 2 tomirni belgilaymiz. Minus 7 ve 8 deb bunda belgisem sel xatalashma. Nimni xatalashdim? Cho'ng 2 teng 0 deysiz, bu bizni ijobiy sanni so'radi ham 0'ni so'radi. 0'lar qana mana 7 bilan minus 7 bilan 8. Demek bu cheklarni qo'shib elish kerak. Shu sababdan bo'yayman. Endi parabola tarmog'i yuqori qaraydi dedim. Mesela bishida biz a 1 ga tarmoq yuqori qaraydi. Birdilla plus minusdan qo'yma. Endi oxirgi tengsizlik belgisi mana bizda.
Bu bize tenglik belgi, bu bize tengsizlik belgi. Çoğun iki tane noldan icebi ve nol soradı. Demek icebi san arlık bayını ştrihlaytma. Nolları kıyına mana bu iki çekit. Demek bu iki çekitini koşup ölçüm gerek. Demek minus çeksizlikten minus 7'giçe berkido 8'den plus çekizlikte mundaq cevap yazma. Kelesi mundaq tensiz birüsün deyli. Minus x kvadrat plus x minus 72 plus 72 yapalım. Çoğun noldan deydi. Moş tensiz iş gerek. O tensiz iş için aldı bilen men qarama. A sana meni qacıqdan minus 1 gitem. Şunu oqmana. Men bunu bir bolğandek icabi turda yezib aldığandek men nima qilmay buni minus 1 köpeytdi. Köpeytimiz minus 1'ge. Şu çağda bizde ne oldu? X kvadrat oldu. Minus x minus 72 küçük noldan oldu. Yani bu tensizlik işimi. Onun için ben x kvadrat minus x minus 72'ni ten nol'a tenlaştırıyorum. Diskriminant ten minus 1 kvadratı 1 yenilgan 4 köpeytilgen 1 köpeytilgen minus 72 köpeytilgen hesabısına 289 oldu. Bu bize 17'nin kvadratı. X 1 ten minus 1 oldu 1 de bezim. Yenilgan 17 bölügen 2 ten minus 8 oldu. X 2 ten 9 oldu. Demek qaranglar qancha tomir var? 2 tomir var. 2 tomir belgileymiz. Minus 8 ve 9 bilan boyaymizmi? Yo'q. Sen o faqat bizni salbiy son so'radi. Agar 0 ni so'ragan bo'lsa, biz yana bo'yab beradi. Endi qaraymiz. Oxirgi tensni qaraymiz. Bu emas, bu tens bizni главный. Mana bu bizni asosiy tenslik. Agar buning bo'yicha olsangiz, siz parabol tarmoq to'g'on qartishinglar kerak. Hech qaramsa xatolashmaslar. Men o'zim uchun ish o'tma. Endi qaranglar. Oxirgi tenslikda mana yechdik. Tarmoqlar yuqori qaragan parabol solamiz. Plus minusni avtomatik turda belgilaymiz. Endi qaranglar. Minus bo'lgan oraliqni so'radi. Demak, minus 8 dan 9 gacha bo'lgan oraliqni belgilaymiz. Javob minus 8 dan 9 gacha. Endi qaranglar. Agar birinchi tens bo'yicha yechsak qanday qilamiz? U chaqda bu tomirlar o'zgarmaydi. Bizning parabolimizning tarmoqlar qayerga to'g'on qaradi. Mana bu bo'ladi. To'g'on taraf qancha minus bo'ldi, yuqori taraf bo'ldi, plus bo'ldi. Bizning tomirlarimiz bize minus 8 bilen 9. Ana qaranglar, bu neydi? Çoğun noldan, yani icabi aralıq so'radi. Qay icabisan minus 8 dan 9 gacha. Javob qaranglar, minus 8 dan 9 gacha, minus 8 dan 9 gacha. Demak, ikkisi javob bir xil. Shunga javobi minus 8 dan 9 gacha. Kelasi bunda hisob ishlab ko'raylik. Mana deydi. 9y kvadrat minus 6y plus 1 çoğun 2 tan 0'dan deydi. Hesabımız ko'rinadimi? Tak, ko'rinadi, yaxshi. Endi bu tensizlik qanday ishimiz? Demak, 0 ni topamiz. 9y kvadrat minus 6y keçirsizlar. Plus 1 tan 0 deymiz. Diskriminant topaylik. 6 minus 6 kvadrat 36 yenilgan 4 köpeytilgan a 9 köpeytilgan 1 durustmi? Tan 36 yenilgan 36 tan 0. 0 chiqsa qanday qilamiz? Bu tomir yo'q deganini bildirmaydi. Bu yerda y1 tan y2 deb yozamiz. 2 tomir o'zaro tan. Bu minus 6 qarim qarsan 6 ni yozamiz. 2 köpeytilgan qancha 9. Tan maxraj 18 bo'ldi, sürtüde 6 bo'ldi. Her şey qisqartirsa qancha bo'ldi? 3/1. Demek bunun yalgızlı tomir bor. 3/1. Bir tomir bor. Oldingi hisoblada bizda 2 oldin tomir chiqadi, mana plus minus 4 degan so'z bu yerda x1 tan minus 4, x2 tan 4 2 tomir bor. Maydim 2 tomir bor. Bu hisoblarni qaralmani 1 tomiri, 2 tomiri, 1 tomiri, 2 tomiri, 1 tomiri, 2 tomir bor. Endi bu hisobda 1 tomir bor biz qanday qilamiz? Endi qaranglar. 1 tomirni belgilaymiz. 3/1. Endi qaraymiz. Teng bormi? Teng. Bu nima so'radi? Biz ijobiy bilan 0 ni so'radi. Shunaqmi? Ijobiy bilan 0 ni so'radi. 0 ni so'ragan vaqtda biz 3/1 ni bo'yab beramiz. Parabolimizning tarmoqlari yuqori qaraydi. Demak, mana keldi biz parabolimiz 3/1 bilan yondashib birdilla yuqori ko'tarildi. Demak, endi Səbəbən yuqori taraf bir qachon bo'ldi? Plus bo'ldi. Parabolimiz bu o'qning to'yiniga tushmaydirmi? Agar parabolimiz mana to'yin tushgan bo'lsa, bu minus bo'ldi.
болады дейді. Жоғары тарап плюс болады дейді. Шындақ қой. Төншті ме? Төншті. Демек бұның минус яки сәлби арлық жоқ деген білдірді. Әні қараңlar. Біз қайын штрихлаймыз? İcabi san kerekке, hem nol kerekке. Demek icabi sanı ştrihlayma. Mana icabi san ştrihlayma. Hem 3'tün birini alma. Demek mening cevabım y taalluq minus cheksizlikdan plus cheksiz bo'lgan ham san oldi. Qaranglar. Minus cheksizlik keldi 3'tün 1gacha. 3'tün 1 qo'shib olamdi. Albatta qo'shib olsa bizga 0 kerak. Demek 3'tün 1 kirib ketadi, hem 3'tün 1'den plus cheksiz bo'lgan barliq salaqib. Demek bu tensizlik cevabı minus cheksizlikdan plus cheksizlikcha bo'ldi. Endi bu hisobdan 9y kvadrat minus 6y plus 1'nin kichik yoki teng 0 deb bergansiz qanday qildik? Biz buni sizlar mushtaq yeyishsizlar, sizlarning to'mbirini qancha bo'ldi? 3'tün 1 bo'ldi. U chaqda biz yana sizaymiz. 3'tün 1'ni belgilaymiz. To'mirni tip aldım, arlığı salan yazmadım. Hesabını çıkarılışını sevmenen bu var. Biz de 3'tün 1'ini belgileyimiz. Yani bu bizim sorudu. Biz selbi san bilen 0'unu sorudu. Bizden parabolumuz keldi 3'tün 1 bilen. Yanlış bir ötki dursun o x oku bilen. Abses oku bilen. Yani qarama. İşkel taraf plus. 3'tün 1 bayedi menesim gitem. 0 gitem. Selbi arlığı yok bir yerde. Selbi arlığı kaçan buldu? Eğer o x'in tövön tarafi düşüp getse. İşkital tomur bolsa elbette iki türlük tomur. Bu bizi bir türlük tomur. Şu sefer bir tomur bolsa mana yanlış ötüdü. İki tomur bolsa qıyıp ötüdü. Demek selbi arlık bağımızı kör adamsızlar biz selbi arlık. Yani parabolun tövönderip düştü mü? Yok. Demek bunun selbi arlığı yok. Bu hesapla yalğızlı cevabı fakat kança verir? 0'ını verir. Demek bu hesapla yalğız cevap yazımız 3'tün 1. Biz nemi sorgandı? Selbi san bilen 0'ını sorgandı. Selbi arlık berilgan arlığı yok. 0 berilgan çekitimiz bak kança 3'tün 1. Demek bu şartni qanoatlantirmadi, bu şartni qanoatlantirdi. Kelasi mushtaq hisob yana 9y kvadrat minus 6y plus 1 aytaylik. Cho'ng 0 desin. Sizlar bilsa bizde y1 teng y2 teng 3'tün 1 degan javob chiqdi. Endi yana sizayli 3'tün 1'ni belgilaymiz. Parabolni yanlış evet etimiz. İki taraf plus. Ana qarama 3'tün 1 bo'yalmaydi. Sebep faqat bizning deydi ijobiy san topadi. Biz 0'ni topgan bo'lsa yoki 0'ni qo'shib olsa biz 3'tün 1'ni bo'yadik. Bizning parabolimiz 3'tün 1'ni yondashdi, yuqori ko'tarildi. Endi qaranglar. İcabi arlık ştrihlaymiz. Mana ştrih qildik. Demek cevabı minus cheksizlikdan 3'tün 1gacha. 3'tün 1'ni qabul qilmaydi. Sen 3'tün 1'de bu 0 bu qoldirsma. Biz 0 kerak, bu 0 kerak. Biz faqat ijobiy san kerak. 1 2 3'tün 1'den plus cheksizlik mundaq javob yazamiz. Endi kelasi mushtaq hisob 9y kvadrat minus 6y plus 1 kichik 0 dan nega biz qanday qildik? Sebep y1 teng y2'ga teng 3'tün 1 chiqadi. Bir tomir bo'lsa bu bizde yondashib o'tdi. İki taraf plus. Bu tomir bayadi bu qanchadan 0'ga teng. 0 bor bizde 0 teng degan bormi? Yo'q. Yoki 0 soni yoki bu tenglikni 0'ga aylantiradigan ma'nosi kerak emas. Shu sababdan bu ochiq bo'ldi. Endi qarang, bu biz salbiy son so'radi. Salbiy son bir yer bo'lsin ko'rib o'tamizlar. Yo'q, hech qanday aralıqda bu bizde salbiy son yo'q. Shu sababdan yeshimi yo'q deb yozamiz. Yeshimi yo'q. Yoki y taalluq bo'sh azada bunda hisob bo'ldi. Demek biz bu tengizligimiz kichik 0'dan salbiy son aralıqni yoki salbiy aralıq so'radi. Bu bizning parabolimizning yolg'iz tomir borki, ham tarmoqlar yuqori qaraydi ekan. Her işkel tarafta plus ijobiy son beradi. Bu 3'tün 1 ve 3'tün 1 chekitida bu 0'ni berdi. Biz biroq bizga agar yolg'iz 0'ni so'rgan bo'lsa 3'tün 1 deb javob yasadik. Biz salbiy son so'rayotgan. Salbiy son hech qanday aralıq yo'q. Ko'mayapmiz hech qanday aralıq demek yeshimi yo'q. Boshqa javob yazamiz. Endi bu tengizga geçelim. X kvadrat qo'shilgan x plus 10 cho'ng 0 deydi. X kvadrat plus x plus 10 teng 0'ga. Diskani topaylik. 1'ning kvadrati 1. Endi men boshqacha solaylik. Masalan 2 3 degan solaylik. 2x kvadrat qo'shilgan 3x plus 10.
3'ün kvadratı 9 ilg'an 4 köpeytilgen 2 köpeytilgen 10 teng 9 ilg'an 80 teng minus 71. Demek diskriminant selbi san çıksa tomur yok. Tomur yok diyorsunuz, bu tenzide işim yok diyen bildirmeydi. Ben bu tomurluğun sanı parabolun orunlaşışıga ne kıldı? Tesir kıldı dedim. Bir tomur bağsa bir çekit yanlışıdı. İki tomur bağsa iki çekit kıyıp etdi. Tomur yok bolsa uçatqanda kılmız. Qarama. A sanımız bizi qanasan icabi san. Şunu okumana A sanımız bizi işki bizi icabi san. Demek parabolun tarmak yuqur qaraydı. Tomur yok bolsa parabolun zamanı qiyma yuqur taraf bo'lib turadi. Qiymaydı. İki tomur bolsa iki çekit qıydı. Bir tomur bolsa yanlışı, tomur yok bolsa bundaq halat bo'ldi. Bu yuqurda turgan halatda demek bu plusni bir dil avtomatik qo'yamiz. Endi bunu tenzlik qaraymiz. 2x kvadrat qo'shilib 3x plus 10 cho'ng 0. Demek bizim sorudu ijobiy araliq sorudu. Bu ijobiy araliq qachon beradi? Barliq yerda qaramaymi? Ijobiy araliqni beradi. Demek barliq yerni shtrixlayman. Demek javobi minus cheksizlikdan plus cheksizlikcha deb yozamiz. Yoki x taalluq r deb qo'ysak bo'ladi. Endi kelasi bunday ishlab ko'raylik. 2x kvadrat qo'shilgan 3x plus 10 kichik 0 deyli. 2x kvadrat plus 3x plus 10 teng 0'a diskriminantimiz bizning minus 71 chiqdi. Demek tomiri yo'q. Shuna qo'y. Tomiri yo'q. Endi tomir yo'q bo'lganlikdan demek biz parabol salamiz. OX o'qini. Tomir yo'q, bu demek parabolimiz OX'ni qiymaydi mana. Pluslarni qo'yamiz. Endi qaranglar. Tomir yo'q. Bu bizim so'radi. Salbiy san so'radi. Bir yerda bo'lsa salbiy tarmoq ko'ryapmizlar? Yo'q. Demek bizga tegishli kerak salbiy san yo'q. Demek bu tengizlikning ishimi yo'q. Bo'sh aza. Unda deb yozsam bo'ldi. Kelasi bizning hisobimiz 3 bölüngen minus 2x kvadrat qo'shilgan 3x minus 10 ifodasi x ning har qanday ma'nosida salbiy san beradiganligini isbotlanadi. Qarang, bizga kasr san beribdi. So'rda turaqli 3 san 3 degan san beriladi. Mahrijda qanaqa bir belgisi san. Mushning javobi har qachon salbiy bir qanaqa bir san chiqadiganini dalillanadi deydi. Onun uchun mahrijga qarayman. Mahrijda kvadrat funksiya ko'ryapman. Bu kvadrat funksiya demak bunun ma'nolari sohasini topmay. Yani bu qanday ma'nolarni berdi? Bunun uchun men yozmayman. Minus 2x kvadrat qo'shilgan 3x minus 10. Bu bizde parabola. Parabola tarmoqi to'g'on qaraydi. Oldin bu 0 deb olay. Tam 0 demayman. Diskriminantimiz 3'ning kvadrati 9 ilg'an 4 ko'paytirilgan minus 2 ko'paytirilgan minus 10 tam 9 3 tal salbiy san köpesik salbiy san ilg'an 80 tam minus 71. Demek tomiri yo'q. Tomir yo'q bo'lsa bizning parabolimiz OX o'qini, abssis o'qini qiymaydi. Ya yuqori deyapti, yuqori qarab, ya töven deyapti, töven qarab. Ana qarang, A sani qanchaga? Minus 2 dan. A sani bizda minus 2. Bu biz salbiy san. Demak, parabol tarmoqqa töven qaraydi. Mana bunda holat bo'ldi. Tomir yo'q, mana OX'ni qiymaydi ham yondashmaydi. Töven qarag'likdan bir dilda minus yapasmiz. Demak, bu bizning 2x kvadrat minus 2 qo'shilgan 3x minus 10 ifodasi barliq oraliqda qanasan berdi? Faqat salbiy san berdi. 2x kvadrat qo'shilgan 3x minus 10 bu barliq oraliqda faqat qanasan berdi? Salbiy san berdi. Demak, bu barliq oraliqda salbiy san berilsa, 3 sanini qanot bir salbiy sanga bo'lsak, javob qanday chiqadi? Salbiy san chiqadi. Demek bu hisobning ishini isbotlanishi, demek x ning har qanday ma'nosida yoki 3 bo'lingan minus 2x kvadrat plus 3x plus minus 10 ifodasi har qachon salbiy san x ning barliq ma'nolarida bu ifodamizning ma'nosi salbiy san deb bundaq yozsak bo'ladi. Hürmetli dostlar, bugün dersimiz ayaklaştı.
Oş video bo'yicha qanaqa bir kamchilik ham bayqagan bo'lsa kommentariyga yozishni, yoqqan bo'lsa like besishni unutmanglar. Bo'pti, xo'sh, sog' salomat bo'linglar.